Xitoyning O'zbekistonga ko'p investitsiya kiritishga bo'lgan ishtiyoqining asosiy sabablari nima? Faqat bojlarmi yoki nima uni deylik O'zbekiston bilan ko'proq ishlashga majbur qilyapti? Aslida bu bir nechta faktorlarga bog'liq. Birinchidan boya aytganimizdek, Xitoyga birinchi o'rinda qo'shimcha bozor kerak. Uni fabrikalari, zavodlariga yangi bozorlar kerak. Bu nafaqat O'zbekiston, balkim boshqa mamlakatlar ham Xitoyni demak bozorlari bo'lishi mumkin bo'lgan mamlakatlar. Ayniqsa o'sha Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'lgan savdo urushlaridan keyin Xitoy omborxonalarida juda katta mahsulotlar yig'ilib qolyapti deb biz eshityapmiz. Bu rasmiy, demak Pekin bu haqida biror bir ma'lumotlar berayotgani yo'q. Balkim aksincha ular hammasi bizda yaxshi, hammasi zo'r degan falsafa, taktika bilan ishlashyapti. Chunki bu savdo urushi bo'lgandan keyin bu ham bir ma'lumot urushi. Shu uchun lekin biz xitoyliklarni o'zi bilan gaplashganimizda vaziyat u darajada yaxshi emas deb aytishyapti. Shu nuqtai nazardan birinchi o'rinda O'zbekiston bozor. Ikkinchi o'rinda O'zbekistonda potensial bor, investitsiya kiritib zavod va fabrikalarni ochib, bu yerda mahsulot ishlab chiqarib, Made in Uzbekistan brendida, ya'ni sanksiyaga tushmagan mahsulotlarni ishlab chiqarib boshqa mamlakatlarga sotish potensiali yuqori.